Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaynashlar, ekranıma hoş geldinglar. Bugun temamiz bo'lsa Turkiya, Xitoy munosabati va Uyg'urlar. Bu suhbatga mening ekranimga Mehmet To'xti Atavulla apandini taklif qildim. Mushu temada biroz deyishayli, gap qilishayli deb taklif qildim inshaalloh. Savolinglar bo'lsa, cho'qim inkas qismiga yozinglar. Va xohlaydigan qarindoshlar telefon qilib naq maydonga qatnashsanglar bo'ldi. Birozdan keyin nomerimni chiqarib qo'yman, WhatsApp orqali qatnashsanglar bo'ldi. Assalomu alaykum, Mehmet To'xti. Efendim yaxshimi, yaxshidirlarmi? Va alaykum assalom. Ko'p rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat vaqtinglarni chiqaringlar uchun. Yaqin yoqi qarindoshlar xalqimiz ko'ryapti. Hakan Fidan vatanimizga ziyorat qilib bo'lgandan keyin Türkiye, Xitoy ishkisi munosabati quyuqlashib ketyapti. Shuning bilan mush tema haqida albatta hammamiz mush Iroqdan bizning Uyg'urlarimizni ko'zitib kelaylik. Lekin birinchi savolim mushu hozirgi mush Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli nereden nergacha azroq tushuntirib bersangiz. Rahmat. Endi Turkiyaningki tashqi ishlar ministri Hakan Fidan o'tgan ishga ketdi oldida. Bir oy bo'lib qoldi vaqtcha. Xitoyga ziyorat qilib kelgandan keyin Xitoyningki shirkati Biyadi Turkiyaga $1 milliard mablag' soldiganligini, zavod qurganligini e'lon qildi. Bundan biz Turkiya Xitoy munosabatiningki yaqinqi bir qancha yildagi qatmanliqni besib o'tib qaytadan yaqinlashganligini ko'rib olaymiz. Endi Turkiyadagi Uyg'urlarningki hozirgi vaziyatiga ahvoliga kelsak, Turkiyadagi Uyg'urlarningki umuman qilib aytganda ahvoli bek yaxshi emas. O'tgan qatim elib berilgan prezidentlik saylamidan keyin Turkiyadagi nurg'un Uyg'urlarningki vatandoshlikka bostirib qo'yilgan, chiqmayotgan. Yaqinqi bir ikki hafta ichida bir turkum kishilarningki vatandoshlikka chiqqandan keyin xabarni angladim, ko'rdim, ammo yana nurg'un kishilarningki vatandoshlikka rad qilindi. Rad qilinganning ma'nosi hamda qayta arz qilishi, da'vo etish kerak, bo'lmasa chiqmaydi degan gap. Demak, bu Turkiyadagi Uyg'urlarningki siyosiy jihatdan bexatarlik masalasining tugamaganligini direkt biladi. Chunki bilisizlar bir davlatda bir insonningki kimlik ijozat masalalari hal bo'lmaguncha u insonningki u yerdagi boshqa iqtisodiy yoki farovonlik, o'qish, sog'lomlik masalalari hal bo'lmaydi. Chunki qaysi hukumat organiga borsa, shu yerda uningki kimligini surishtir qiladigan bo'lg'achqa, bu ahvol davomli Uyg'urlarningki beshida bor, hal bo'lgani yo'q. Ondan keyin iqtisodiy jihatdan olib aytganda Turkiyaningki liraningki kursiningki tushib ketishi, Turkiyadagi Uyg'urlarningki iqtisodiy qiyinchiligini yukini bek oshiryapti. Men bildigan nurg'un bolalar iqtisodiy qiyinchilik tufayli zararlanyapti, qiynalanyapti. Shunga iqtisodiy jihatdanmi bek yaxshi emas deyishga bo'ldi. Ammo Turkiyaningki ijtimoiy, kultural jihatlardan ahvolimiz yaxshi deb o'ylayman. Dunyodagi boshqa yerlarga solishtirganda nurg'un faoliyatlar Turkiyada o'tkazilyapti hozirmi. Mayli bolalarning o'qitish jihatdan bo'lsin, madaniy faoliyatlar bo'lsin yoki ilmiy muhokama yig'inlari bo'lsin. Bu jihatlardan yana ham yaxshi, chunki bu yerda bizningki nufus jihatda afzalligimiz bor. Ham yana ham Turkiyaning sirtidan kelganlarga nisbatan kelish jihatda afzallik bor. Bo'libmi bizningki chet eldagi Uyg'urlar, ziyolilar yoki bizning tashkilotlarningki rahbarlari ko'pincha Yevropa, Amerikada bo'lg'achqa ular Turkiyaga viza olmay kelalaydi. Bu jihatdanmi qulaylik, yana faoliyat qilish bo'shliqi davomli mavjud. Undan keyin dollar yevroga solishtirganda yana ham Turkiyaningki bozori nisbatan arzon bo'lg'achqa yana Turkiyada faoliyat qilish imkoniyati yana ham yaxshi mavjud deb o'ylayman. Shunga ijtimoiy jihatdan, kultural faoliyatlar jihatdan eng muhimi Uyg'urlarningki milliy kimligini saqlash, tilimizni rivojlantirish, qo'g'dash jihatlardan yana ham Turkiya
yaxshi deb o'ylayman. Mushu hammamizning xabari bor Hakan Fidan vatanga bag'anan yoqi bir yaxshilik kelamiki deb ba'zi qarindoshlarimiz umid qilgan, lekin qarmoqda pek yaxshi yaqinni yoqi bo'pmi bir ikki oyning ichida yaxshi ketmayotgandek turdi. Buningga qanday qaraysizlar? Ben Hakan Fidan'ınki bizning vatanga bag'anligidan, Xitoyga bag'anligidan yaxshilik qildi deb qaramagandim. Shundan keyin o'zim YouTube kanalimda qilgan mulohazamdimi, buningki Turkiyaningki Uyg'ur masalasini atlab o'tib Xitoy bilan yaqinlashish, Xitoy bilan savdo qilishni qaror qilganligining ishorati deb qaragan edim. Chunki bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lyotidi deb dunyoda 10 dan ko'p davlat e'tirof qilgan, hatto BDT'niki o'zining dokladimi buni irqiy qirg'inchilik emas bo'lsa-mu, ammo insoniyatga qarshi jinoyat bo'lish mumkinchiligi bor deyotgan bir ahvolda Sharqiy Turkistonga borgan eng chong diplomatik amaldor Hakan Fidan bo'ldi. Menimcha bizning Sharqiy Turkistonga her qanday yuqoridagi diplomatniki berib, u yerdagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi hech qanday ifoda bildirmay, hatto Xitoyningki rayondagi boshliqlari bilan ko'rishganda terrorlikqa qarshi turish, Xitoyning zamin bütünlüğünü qo'llash haqidagi bayonlarni takrorlashi, u bizningki manfaatimizga xilof deb qarayman. Bu mening izchil maydonim bu jihatda. Nima deganda u yerda bir irqiy qirg'inchilik da'vosi bor. Shunga u yerga mustaqil tekshirish umidi berish kerak. Agar boshqa davlatning diplomatlari borsa-mu, mushu maqsadda berish kerak. Urumchininki, Qashqarninki ko'chalarini aylanib, Qavusqo'g'inga kelish hargizmi Uyg'urlarninki manfaatiga foydali emas. Shunga men Hakan Fidanninki galastikining rangi yoki Qashqar, Urumchi, Turkman yurti degan gaplarga bek parvo qilib ketmagan, miqida kulib qo'ygan edim. Hozir mushu Turkiyaning men bu yaqin bek takip qilib bo'lmadim, lekin hozir mushu Turkiya mediasi bo'lsin va xalq Turkiya xalqi hozir Uyg'urlarga qanday qaraydi? Endi buning so'rashining sababi normalda işte xalq yaxshi ko'rdi u bu deymiz, lekin sizlar boy degandek Turkiya nurg'un ekonomiy krizga duchor kelaylik. Anandan keyin mushu Xitoy bilan savdo setiq qilayotgan nurg'un turk shirkat firmalar bor. Shunga hozir bu ko'z qarashliqi klassik tarixiy bir xil bo'lgan nimasi o'zgaryapti, o'zgardimi? Siz buni his qildingizmi? Endi Turkiyada ko'chmanlarga bo'lgan nafrat kundan-kunga eshiyotidu. Bilganingizdek, Turkiya dunyodagi eng ko'p ko'chman olgan davlatlardan biri. Turk xalqimi misafirparvarlik, turkcha aytganda Uyg'urcha mehmondo'stlik bilan tanilgan bir xalq. Turkiya bu jihatda olqishlashga tegishlik bir insonparvarlik manzarasi yaratgan bir ifodani ko'rsatgan edi, ammo afsus Turkiya iqtisodining qattiq chekinishi, Turkiyaniki jamiyat amonligining nasharlashishi bilan yaqinqi bir qancha yildan buyon turk xalqida ko'chmanlarga, bo'libmi arab va afg'on ko'chmanlarga bo'lgan nafrat kundan-kunga eshib ketdi. Bu Turkiyadagi siyosiy partiyalarning so'zlamlarini o'zgartdi. Qaraydigan bo'lsak, mayli hokimiyat beshtagi partiya bo'lsin, mayli o'qituvchi partiyalar bo'lsin, hozir ko'chmanlarga qattiq qo'l bo'lish, ko'chmanlarni yurtga qaytarish, ko'chmanlarni boshqarish haqida bir-biri bilan baslashadigan, bir-birini ayblaydigan holatda. Endi bu xil atmosferadan biz Uyg'urlarmi o'zimizning nasibasini oldikmi desa, oldik. Chunki aslida Turkiyada hamma kishi Uyg'urlarni yoqtirib ketmaydi, chunki Turkiyaningki 30% ga yaqin Kurd aholisi bor. Bularninki turklik bilan ishi yo'q. Ondan boshqa Turkiyadagi nurg'un sol liberal qismdagi insonlarninki turkchilikni fashizm bilan bir qator qo'ydigan xohishi bor. Ularmi bizning masalamizga agar qiziqsa yoki qo'llasa insonlik nuqtasidan qo'llaydi-yu, hargizmi turkchilik nuqtasidan qo'llamaydi. Turkiya soli burundan tortib Xitoyga moyil,
bundaq ahvalda yani Türkiye'deki sol gruplardan mı Uygurlarga yaxşılık yok. Hem de Türkiye'deki Uygurlarınki təvə bolğan Türkçilik ideologiyasını kollaydıgan partiya asaslı Milliyetçi Hareket Partisi bularınki hazırki Türkiye'nin umumi sayılımında erişken neticesi %10 etrafında 10'un üstüne çıkarlığını yok. Demek %60 yoki %40 desek bu dindar muhafizakar kısımdakiler Uygurlarning musulmon qarindishimda azroq istoshlik qilsin-mu, lekin Türkçilik nuqtasidan qo'llamaydi. Türkçilik nuqtasidan qo'llaydiganlar faqat shu %10'ning ostida. Endi buni deyishimdagi sabab nima deganda, aslida bu Turkiyaningki nüfus qurilmasida bizni Uyg'ur, Türk deb turib qo'llaydiganlarning soni shunchalik demakchi. Hamda bu umumiy bir xohishga, ko'chmanlarga bo'lgan umumiy nafrat, ko'chmanlarga bo'lgan umumiy bir pasif yoki salbiy atmosfera bizga ta'sir ko'rsatadi. Chunki davlat ma'murlari bo'lsin yoki ko'chada uchrashgan tijoratchilar, fuqarolar bo'lsin, ularning ichidagi %90ning nazarida biz yana gerçi Araplardek yoki Afganlardek ularning kuchiga bak petib ketmasakmi, sonimiz oz bo'lg'achqa, ammo yana chet ellik hisoblanamiz. Chet ellikka bo'lgan bu xil salbiy qarash jamiyatdami bizga ta'sir ko'rsatadi. Ondan keyin hukumatningki ko'chmanlar siyosati, ko'chmanlarga qaratgan siyosati chinga vaqtda agar yuqoridan alayda bir eskertib mesela Uyg'urlar yoki Türk nasablik millatlarga ayrim qaranglar degan bir buyruq kelmagan ahvol ostida ma'murlar hamda ko'chman qatorida bir taraf qildi-da biznimi. Resmi yo'q, ikkinchisi yo'q, kishilarni tutib sulaydigan, ko'chalar tekshiradigan shundaq siyasetlerden qattiq bazı bastırışlardan yoki cheklashlardan bizmi afsus o'zimizning nasibasini elayotimiz. Subhanallah. Amanglarning xabar bo'lgandek, shu boy degandek Hakan Fidan vatanimizning kelganining yoqi shu Turkiyaga mablag' silish ish ketib bordi. Yaqin shu BYD, ya'ni Xitoyning elektrik tokluq mashina firması shu Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir mablag' salmoqchi, shu yerda bir fabrika, zavod ochmoqchi. Mening diqqat tortgan yerim bu yerda men rasmni ko'rgandek Erdo'g'an bu yerda billa shu imzo etish törenida bo'lishi. Men bilamanki nurg'un xalqaroliq shirkatlar hatto Xitoyda kelayotganlar bo'lsin, lekin bu yerda Erdo'g'anning bo'lishi asli bir hojati yo'q. Shu faoliyatga, shu anlaşma, shu so'zlashma, shu kelishimlarga sizlar qanday qaraylar? Bu hamda Türkiye'ninki bo'libmi Erdo'g'anninki alayda Xitoyga ahamiyat berayotganligining ifodasida. Yaqinqi yillardan buyon Turkiyaning iqtisodiy haqiqatan barpotlashdi. Sirtdan yangi moliya ministrini almashtirgandan keyin mablag' keladi degan umid botdi. Ammo u ishga yaramadi. Yangi moliya ministri Mehmet Şimşek. Şunun bilan bunun bağmagan yeri qolmadi. Avrupa Amerikalarga berib nurg'un xizmatlarni ishlab vaqti O'rta Sharq davlatlaridan hemen aylandi. Yeterlik mablag' kelmadi. Bundaq bir ahvolda hamda Xitoyninki shirkati Turkiyaga mablag' solma degandan keyin Erdo'g'an bundan hayajonlangan bo'lsa kerak, xo'sh bo'lgan bo'lsa kerak. Şunu bu yerga ataydan o'zi berib, demokratik qatnash orqali o'zininki dayta ko'ngil bilganligini, qarshi olganligini ifodaladi deb qarayman. Albatta bu manzara bizni ma'yuslantirdi. Chunki 1 milyar dollar uchun Turkiyaninki prezidentininki unchalik qilib ketishiningki hojati yo'qdi. Ammo biz Turkiyani o'zimizning nazarida cho'ng bilib uningga loyiq emas deb qaragan bilan, ammo Turkiya haqiqatan shuningga muhtoj holga kelib qolgan bo'lishi mumkin bo'lib AK Partiya hukumati. Chunki o'tkazgan iqtisodiy siyosatdagi xatoliklarning bedelini ig'ir darajada o'tayotdi. Shunga shunday bir manzara o'tirib chiqdi. Buningda masalan yaqin shu ba'zi Uyg'urlarning tutilganining xabarini anglatimiz. Mening bilishimcha bir 4-5 ya 5-6'sı bor.
Buning mushu yaqin yoqi mushu yaqin yoqi mushu Xitoy bilan Turkiyaning munosabati quyuqlashgan bilan bog'liqmi yoki bo'lmasa buning boshqa sabablari bormi? Hem de bunu kesip bir narsa diyemeyiz. Hmm. Ama bizdeki de tunca aklımızga keldigini şu bir Uygur bulup sıktığımız bilen. Hmm. Çünkü Türkiye bilen Xitoy münasebeti yaqinlashgandan keyin andın bu ahval yüz bergendikin biz endi kallımızda şundak oylaymiz. Tunca bulup şununki neticesimidir dep. Bunda oylashimizdan keyin asası yok emas. Çünkü yıllardan bu yan Türkiye'ye Xitoydan Uygurlar ustida shikoyatlarning kelayotganligini Türkiye sud mahkamalarininki bu tüpeyliden Uygurlarni sudga chaqirtayotganligini bilamiz. Andan keyin Türkiye'ninki gerçi o'zi e'tirof qilmasimi yoki rasmiy yo'llar bilan yo'lga solmasimi bir qism Uygurlarni Xitoyga qaytarganligidan xabarimiz bor. Bu xalqaro medialarga chiqqan bir ahvol. Tojikiston orqali yo'lga solganligi Turkiya ichki ishlar ministrining buni xatolik bo'lib qolibdi, bundan keyin bo'lmaydi deb e'tirof qilganligi o'ttirg'a chiqqan. Andan keyin shunun texnik ko'p insonni qaytarayotganligi haqida iddaolar bor, ammo biz buni isbotlayolmaymiz. Demak, bundaq bir ahvolda biz Turkiyaninki Xitoyning talabi bilan bundaq bir harakatlarni ilib bormidi deyishga hech qanday asosimiz yo'q. Ammo Turkiyaninki terrorlikqa qarshi turish ehtiyoji bor bir davlat yıllardan emas 10 yıllardan bu yan terrorlik bilan qarshi kurash qilayotgan bir davlat. Bu Turkiyaninki o'zininki tizimligida Kürt İşçiler Partisi'den başlasak, PKK'dan başlap, neçe olğan terörçü teşkilat tizimliki var. Türkiye'nin İçki İşler Ministrliği'nin torbetiga çıkıp bunda qarasanglarni ko'ralaysizlar. Qizil rangli tutush bo'yicha chiqarilgan, yeşil rangli tutush bo'yicha chiqarilgan, ko'k rangli tutush bo'yicha chiqarilgan neçe ming odam bor bu davlatda. Bunda demakchi bo'lganim Türkiye terrorga qarshi kurash qilayotgan bir davlat. Hem etrafı Suriye, Irak qatorliq qalaymiqanchilik yuz bergan rayonlar bilan chegaralangan bir davlat. Shuning uchun bu yangi bexatarlik tarmoqlari, xavfsizlik tarmoqlari qaysi sababdan bo'lsin, mayli bizniki Uyg'urlardan shu privat chetilganlar bo'lsin yoki vositalik chetilganlar bo'lsin yoki boshqalar tarafidan endi bo'hton qilinib tuhmatga uchrab ketganlar bo'lsin, shunday kishilarni şu ramkada terörlükle karşı duruş dairesinde tutkan buluşumu mümkün. Çünkü bu cihette biz Uygurlarının ki bu halklarda terörcü teşkilatda paralgan bazı teşkilatlara, organlara katlaşkan ve o yerde faaliyet kılgan tarihimiz, arxivimiz var. Bunda ahvalda tamamen biz endi Xitoyninki ta'siri bilan Hakan Fidanning Xitoyga borganligininki natijasi sifatida bu Uyg'urlarni Turkiya xavfsizlik tarmoqlari tutdi deyamaymiz, ammo u tufayli tutmadi deyamaymiz. Shunga bu masalaga qarata endi har ikki xil ehtimollikni ko'z oldimizga keltirishimiz kerak deb o'ylayman. Normalde bunda haber çıkan çağda ança-muncha uşak düşek Türk medyası bolsunmu bir narsani yezib chiqaratdi. Bu vaqtda hech qanday bir nima yo'qchi. Medyadami hech qanday shaklda yansımapti. Buning sababi bormi? Buni endi konkret sababi qaysi men bir narsa deyolmayman, ammo ya da hukumat organlaridami bir bayonot bergan hech kim yo'qchi. Ya da men tashkilotlarning reestri bilan tashkilotda bir narsa dedim, men uqmayman. Lekin tashkilotlardanmi bir gap chiqmagandek turdi. Bu yerda mundaq, odatda istixborot tarmoqlari odam tutgan vaqtda uning bir siyosiy uchur berishni niyat qilgan bo'lsa oshkorlaydi mediaga. Bu ham yerda shundoq deb o'ylayman, Amerikadami shundoq, Xitoydami shundoq. Agar siyosiy bir uchur berish niyati bo'lmasa, ma'lum bir tarafga uni oshkorlamaydi. O'zi tutgan bir taraf qildi. Lekin şu Türkiye'ninki bununla qarta alayda bir siyasi uchur berish niyati bo'lmag'ach oshkorlanmagan bo'lsa kerak. Oldin qatim 7 kishini Uyg'ur jasus deb tutgan vaqtda uni mediaga oshkorladi Turkiya istixborot tarmoqlari. Chunki u yerda bermoqchi bo'lgan bir uchuri bo'lsa kerak Xitoyga. Sen mening davlatimda men bilan yaqin munosabat o'rnatdim deb istixborot jasuslik xizmatlarini qilolmaysan deganga o'xshashchi. Ammo maqatim buni oshkorlamadi. Shunga buni kuzatishimiz kerak. Endi Uyg'ur tashkilotlarininki bunga qarta
ifade bildiriş vermezse gelsek Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bu doğrusu bayanat ilan kıldı. Ular bu işe köngül bilivatkanlıkını bu münasebetlik urullarla alakalaşıp ularını kutkuzup çıkış için tirişivatkanlıkını etti. Şuna ularının bu hakkını yemesimiz gerek. Bu cihetten bayanat verdi ama Türkiye hükümeti bu işleri terörlükle zararı veriş dairesinde muamele kıldırgan boğaçka hükümetini eyipleş yoki hükümetke qarta narazılık bildiriş degandek işlerini bence bizden Uygur teşkilatları kılanmayı da boylayman onu kütmeslik gerek. Ama adukat tutup bu işlerinki izine qoğlap ularını kutkuzuş, ularını Türkiye kanunu boyunca adil bir taraf kılınış kapalı iyi kılacakta tirişçilik kösetse yeterlik dep oylayman. Mesela meyli muşu mesele bolsun veya başka meselelerde bizning Uygurlarda ve normalde aslında bir hukum buluş gerek. Hükümet başka, halk başka depçu. Muşuna qana qaraysiz? Çünkü halk kollaydı degan bilan men şahsen o qollashning nimesini uqmayman. Türkiye'de Uygurlar his qıvatamdı. Men his qilmadim bunichu. Türkiye'de hem de ben bu izcil sual koyup kelgan bir meselem şu. Türkiye'de davamlıq biz halk bizni qo'llaydi degan gapni jehlaymiz. Ondan keyin hech qachon bir saylamda buningki bir natijasini ko'rmaymiz endi. Masalan, agar xalq haqiqatan bizni qo'llasa, unda bo'lganda bizga qaratgan siyosatini partiyalar oshkorlashga majbur bo'lishi kerakdi. Ama oldingi qatimliq prezident saylimida hokimiyat beshdagi ittifoq emas, bununla karşı ittifaqninki saylam programımızın içinde Uygurlar hakkında bir madde yok. Halbuki bu ittifaqның içinde yani bizni en çok qo'llayotgan İYİ Partiyasi battı. İYİ Partiyasi battı. Andaki Cumhuriyet Halk Partisi mu AK Parti'nin siyasetini tenkit kılgan idi bu meselede. Şundak durup yani programına kirgizmedi. Yeni bir gen Kilecek Partisi battı. Yine Ali Babacan'daki Demokratiya partinin ismini unutmadım. Bek düşüp gitti hazır halkın hazırda. Bula battı. Şundak durup yine Uygurlar hakkında bir maddemi kirgizmegenligiga qaraganda menimce Türkiye'de Uygurlarnınki qo'llashninki siyasi bir o'rni yo'q. Yani bana degan taqdirda Türkiye siyosatiga saylanғы ta'sir ko'rsatgudek bir kuch yo'q deb o'ylayman. Ammo Uygurlarning Türk xalqi qo'llaydi deganda ijtimoiy farovonlik jihatdan yordam berish, Uygurlarningki qiyinchiliklarni hal qilib berish yoki davlat ma'murlarining yoki soqchilarning yo'llarda uchirganda kardeşim deb ba'zi bir chiroyli muomala qilish, Alloh yordamchiniz olsun deb duo qilish, mushu jihatlardan hamda bir illiqlik his qilgan bo'lsak shuni qo'llash deb bilsak kerak deb o'ylayman. Bu jihat haqiqatan yaxshi. Men Turkiyada o'qidim. Türkiye'de yaşayotqalı 7-8 yıl bo'ldi. Bu jarayonda Uygurlarga mayli maktabda o'qish jarayonida bo'lsin yoki jamiyatda bo'lsin xolis yordam qilgan nurg'un turklarni ko'rdim. Haqiqatan kishi ko'ngildan duo qilgan nurg'un ixlosmand kishilarni ko'rdim. Uygurlar haqiqatan istoshlik qilgan solchi başka ballarını ko'rdim, liberal ballarını ko'rdim. Ama bularning hammasi menimcha ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy yordam, ma'naviy hisdoshlik doirasida deb qarayman. Ama biz mubolag'a qilgudek Turkiyaningki siyosiy sahnasida kuchli bir qo'llash mavjud emas. Siyosiy yo'llarningki Türkçilik ve Müslümanlık psikisinden çıkıp durup saylıqçılarını hareketlendiriş için Uygurlar hakkında pat-pat sözler koyduğun tarafları var. Ama avam xalqninki saylıqçılarınki siyasetçilerini Uygurlar meselesinde zorluğudek derecede güç yok. Yani bu derecede qo'llash yok.
Mesela muşu yana muşu xalqdan bahsetsek, mesela hammamiz bilimiz muşu Filistin meselesi, muşu Filistinliklar mı demeyelim ki Filistin meselesi mi deyli? Çünkü onun içinde qarab baxsam cıq Filistinliklar mı yo'qkan. Muşu dünya Yo'q. miqyosida Türk xalqi bo'lsin, dünya xalqi bo'lsin, qo'zg'atildi. Ve ba'zi tashkilotlarmi, mesela İHA'nın ve başka tashkilotlarning muşu Filistinliklarning faoliyatlariga berib men ishlaymanki shu yerdami bir Uyg'urlarni unutib qolmanglar, biz sizlar bilan o'xshash degandek bir narsani qo'zg'atishda u yerda. Va aynı zamanda ba'zi Turkiya dışındagi qarindoshlarimiz buni ancha to'g'ri ko'rmay qilyapti. Ya'ni bu tarz faoliyatlarda Uyg'ur tashkilotlar va yoki Uyg'urlarning qatnashishi qanaqa qaraysizlar? Men endi bu meselede Palestin meselesinden başta 7 oktyabr hücumu yuz bergandan keyin o'zimninki qarashini Facebook'ta yozgandim. Emniyette o meniki insani qarashim emasdi, siyosiy qarashimdi. İnsani noktasına aytganda hammamiz adalet tarafta turishimiz kerak, hammamiz vicdan sahibi. Ama siyasi cihetten efsunlarlıkı dünyadaki zulüm uçurgan milletlerninki takdiri o'xshash emas. Birinin düşmanı birini kollaydı, birinin dostu yeni birini kollaydı. Mesela Amerika ve Amerika'daki hepsim Yahudi siyasi yollar, teşkilatlar Uygurların için kollak geldi. Ama bula Palestin gelgende adalet tarafta tutmayı İsrailiyeni kollap, İsrailiyeni radikal şekilde kollap Palestin halkınınki hak hukukunu defsendi kılgıçıla terpidi tudu. Hem de bundak ahvalda dünyadaki nurgulluğun Amerika'ya karşı, garipki karşı komünistler, solcular, hiç kaçan ömrüde Uygurlar hakkında biraz yakıp bakmaganlar Palestin tarafı tutudu. Türkiye'de mi şundak, Türkiye'de mi sol o'xshash zulüm uçuravatkan ahvalda Palestinliklarni kollaydı, Uygurlarni kollamaydı. Nemishqa? Çünkü Uygurlarga zulüm kılavatkanı Komünist Partiya, Palestinliklarga zulüm kılavatkanı Amerikadan ittifaqdoshi bo'lgan İsrailiya. Şoňa bundaq bolgaçqa men Uygurlarnınki teşkilatlarga nisbeten teşkilatlar siyasi menfaatini çıkış qilib turib, qaysi taraf bizga foydali bo'lsa, şunu qollasa bo'ldi deb qarab keldim. Çünkü Palestinliklarmi Xitoy bilan izchil hamkorlashib kelyapti ve yardım girishib kelyapti 50-yillardan boshlab. Bizningki da'volarimizdan o'zini chetga tortib kelyapti. Hatto Gezi kelganda Palestin avtonomiya organlarining mas'ullari Xitoyni qo'llab bayonotlarni beryapti. Bundaq ahvolda bizninkilarni o'zining bizning manfaatimizga chiqish qilib turib, ularga uyg'un kelsin yoki qarshi kelsin, bayonot bersa bo'ldi deb ashtaq qarayman. Ondan keyin aktivistlik seviyesida hamda faoliyatlarni faoliyatchilik, aktivistlik, kishilik huquq nuqtasidan elib aytgan vaqtda hamda biz Palestinlikler bilen ortak noktalarını tapalısak, yoki Türkiye'ye o'xshash rayonlarda Palestin için elib berilgan faaliyetlerge Şarkı Türkistan'ı kıstırıp ekirelirsek, mesela Malaysiyada, Indonezya'da biz bu işlerini kıldık uzanlı bilirse ötken 2-3 yıl mabeyinde Uygur Tadqiqat Merkezi bilen İslam dünyasıga Uygur meselesini anlatış için hizmetlerini kıldık. Bu cihetlarda hem de ular bilen hamkorlashsak, ular bilen birlikte kılsak, bence İslam dünyasıga nispeten Palestin'la emas Uygur mu ba degan signalni bersak, u elbette yaxshi. Hem de afsuslanarlik tarafi biz bu cihette küçsek mi, lekin karşı taraf ba'zida buni xohlamaydigan ahvol bor. Yani Palestin'e karşı turuşta meydanımız yok. Palestin'i qollashda meydanımız müstehkem buldu ama Uygurlarni qollashda biz biraz müstehkem bulamaymiz deydi. Nemishqa deganda Xitoy Palestin'i qollaydigan nurg'un musulmon tashkilotlarni Xitoy qollaydi. Bunda biz bununla Malaysiyada, Indonezya'da duch keldik. Bundaq ahvolda
bu yerdekiler bizning masalaimizdan biraz qaçadigan ahvol bor ekan. Chunki bizning harakatimizni Amerika qo'llagan ekan. Shunday bir ziddiyat ichida. Ammo biz bu masalalarni muvofiq bir taraf qila olsak, buni Uyg'urlarga foydali ravishda tashkillay olsak, yuzlantira olsak, menimcha musulmon tashkilotlarningki Falastinni qo'llab qilgan faoliyatlariga bizningki Sharq Turkiston davosini qistirish yaxshi deb o'ylayman. Ammo bu faoliyatlarni qilish taskin. Qanday taskin? Biri tashkillovchilar Uyg'urlarning davosini akirishni xohlamaydi. Chunki Xitoy xalqaro sahnada Falastin davosini qo'llayotgan bo'lg'achqa, nurg'unlagan musulmon faoliyatchi bolalar bilan men sizlar balki mendan yaxshi aralashsizlar bu jihatda. Ammo menmi o'zim aralashgan bolalarningki, masalan, Bosniyalik, Angliyadan kelgan bolalar bilan paranlashish jarayonida his qilganim nima desam, Uyg'urlarning zulmga uchrayotgani rost. Ammo G'arb Amerikaningki Yevropaning qilganiga qaraganda Xitoyning musulmonlar qilgani yana oz. Shuning uchun biz endi Falastin yoki boshqa masalalarni o'tirib qo'yamiz yoki bu jihatda g'alaba qilamiz desak, endi Uyg'urlarga kelganda biroz ko'z yumishimiz kerak. Shariatda cho'ng manfaatni saqlash uchun kichik manfaatni qurbon qilishga bo'ldi. Shunga sizlarga bu gap yoqmaydi, lekin afsus vaziyat mushu degan gaplarni biz o'zaro deyishgan endi-ku. To'g'ri. Bu bolalarning o'zaro gruppalardimi deyishgan, buni men sirtin anglagan. Ularningki qanday o'ylaydiganligini bilaman. Shunga mushu jihatdan dastlab o'ylayman, chunki bizmi islom dunyosiningki izchil Uyg'urlarga ovoz chiqarmayotganligini, buningdagi asosiy masala Uyg'ur faoliyatchilarininki ularga anglatmaganligi ekanligini, shu tufayli bu ishni qilayli deb o'tirg'i tushgan to'p. Ammo ulardagi bu xil tafakkur shakli yana bizni u yerda cho'ng bir natijaga ega qilmaydi ekan. Sana qaytilmam bu haqda. Hozir masalan Xitoyni masalan yaqinning yoqi o'sha Amerikada Tibetning o'z taqdirini o'z belgilash qo'llaydigan bir siyosatlar chiqdi Biden tarafidan. Anonning buning o'xshash işte Xitoyga unchalik qattiq chiqmayli. Sen bunun qaraysan, mesela bu BRICS sel temidan chekinib ketdik. Shu BRICS xuddi Amerikadan sirt, Amerikadan boshqa endi Xitoy boshchiligidagi bir dunyo tartibi demdik, world order. Mushta o'zgaryapti sencha? Chunki biz yaqin necha yilning yoqi bo'pmi irqiy qirinch boshlagan yoqi işte Xitoyning abdi bashirsa va Xitoyning haqiqiy askiligini dunyoga oshkorlashga tirishayotgan, lekin 10-oyning 7-sidan keyin xuddi bu Xitoy bir dunyoning qahramonidek Amerika ortiq tugidi. Haqiqatan mushtaq bir yangi bir dunyo tartibi mushtaq o'zgaryapti va yoki bu vaqtliq bir masala ko'rinyapti. Bilmayman, temsal chekni ketdi, lekin buning ko'z qarashini oldim. Endi bu üçüncü dünyanın baş götürüşü, Global South, İngilizce Global South deydi. Bunu Uygurca Cenubi Dünya demdik, yoki Cenub devletleri demdik. Bunların baş götürüşü şu 21. asırınki en çok geopolitiklik bir hadisesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan keyin bütün dünya tertibi Amerika'nınki başçılığında G'arbninki liberal demokratik tüzüm asasida shakllangan. Shuning bilan so'q munosabatlar urushi oxirlashgandan keyin Amerika 10 yildak dunyoga yolg'iz xo'jayinlik qildi. 2000-yillarga kelganda buni qilolmadi. Shunga 2000-yillardan keyin dunyo ko'p qutblikqa qarab yuzlandi deymiz. Bir qutblik holat uzun davom qilolmadi. Bu ko'p qutblik dunyoning hamda eng ko'zga ko'ringan rolchilari birikiz.
BRICS deganimiz hamda kesak oltin davlatlari Uyg'urchadagi. Yani bunun içinde en Ben birinci kıdım anlattım. Kesak altın devletleri. Uyg'urcha kesak oltin davlatlar tercüme kılgan ama o BRICS'ga hozir boshqa davlatlar katılıp hamda Doğru. ism o'zgartirishga majbur bo'lyotdi keyin deb olamizki. Bu BRICS buningki hamda eng cho'ng ro'lchisi. Endi bu yerda sening bayam degan mavjud tuzum tartib o'zgaryotgandi deganiga qarata da'vatman BRICS Amerika barpo qilgan liberal xalqaro sistemining sirtidagi eng cho'ng tashkilot hozir, eng kuchli tashkilot. Ya'ni Amerikaningki barpo qilgan liberal xalqaro sistema, masalan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Dünya Bankası deganga o'xshash, bular bu sistemaning ichida. Ammo BRICS bo'lsa o'zi ayrim bir blok shakllantirdi, lager hem o'zininki bankasini qurdi Shanxayda. Hem uningki g'olliq davlatlari bo'lgan Xitoy, Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika bu davlatlar dunyo iqtisodiningki zo'r qismini egallashga boshladi. Nüfus jihatdan mutlaq ustun dunyoninki egalladi. Shuning bilan bu Amerikaningki boshchiligidagi liberal dunyo tartibiga yoki biz da'vatgan hozirgi mavjud xalqaro sistemaga eng cho'ng tahdid, eng cho'ng krizisni shakllantirdi. Endi Xitoyninki dunyo siyosatida adolat tarafdori, tırnak ichida deyman, biz Uyg'urlarga nisbatan o bir jinoyatchi bir davlat. Ammo dunyo sistemasida adolat tarafdori yoki tırnak ichida adolatchi bo'lib o'tirg'i chiqishi yengillik emas. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi mayli O'rta Sharqdagi bo'lsin, mayli Afrikadagi yoki Latin Amerikasidagi, mayli Okeaniyadagi nurg'un davlatlarninki, hatto O'rta Osiyo davlatlarininki mustaqil bo'lishini Xitoy boshdan oxir qo'llab kelgan bir davlat. Chunki ittifoq tuzmaslik harakatining boshchilaridan biri Xitoy, Hindiston bilan, ya'ni biz Amerika tarafdan tutmaymiz, Suud tarafdan tutmaymiz deb dunyo bo'yicha mazlum millatlarninki besilgan davlatlarninki mustaqilligini qo'g'dug'uchi, qo'llovchi sifatida o'rtaga chiqib kelgan bir davlat. Chunki 20-asrning beshidagi dunyo mustamlikachilik tamamen g'arb markazlik bo'lg'achqa Xitoy g'arbga qarshi mayli Afrikada, mayli O'rta Sharqda Angliyaning, Amerikaning, Fransiyaninki, Portugaliyaninki, Ispaniyaninki mustamlikachiligiga qarshi bu yerdagi millatlarga yordam berib kelgan ve bulardan keyin turib kelgan iqtisodiy jihatdan qo'llanmagan, chunki mavzuning davrida iqtisodi barboddi, ammo siyosiy jihatdan izchil qo'llab kelgan. Shunga Falastinninki davosini Xitoy boshdan oxir izchil qo'llab keldi. Hozirgacha bu maydonni o'zgartgani yo'q. Ammo bu qatim qayta Xitoy kuchlik yerga o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa, ta'kidlagan bo'lg'achqa, ham Xitoyning kuchi tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqan bo'lg'achqa, ham eng muhimi Xitoyninki media kuchi oshgan bo'lg'achqa, TikTok bilsa hozir xili medialarni besib tushdi hozir dunyo kuchi yetkazishdi uchun insonlarga. Shunga bu Falastin masalasidagi maydonlari Xitoyninki Falastinni qo'llashlari dunyoda kuchli bir ekstra sada paydo qildi. Buning qarshisida Amerika xuddi bir jinoyatchini qo'llayotgandek bir pasipalga tushib qoldi. Amerika bundoq aytganda rasvo bo'ldi dunyoda Isroilni qo'llash orqali. Xitoy Falastinni qo'llash orqali bir rasmiy artistlik qildi. Qahramon bo'ldi. Yani bundan Xitoyninki yetakchiligidagi bu 3-dunyo kuchlanib Amerika boshchiligidagi birinchi dunyoga jang e'lon qilgudek olg'a keldimi desang keldi. Haqiqatan kuchaydi. Kuchdan to'liq dunyoda 20-asrning o'rtalarındaki yoki 20-asrning boshlarındagi ahvol hozir mavjud emas. Zaten kuch sharqqa qiyiqliq. Hozir dunyoning kelgusi kuchi mayli nüfus jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy taraqqiyot jihatdan bo'lsin, sharqda deyilyotdi. Masalan, Xitoyni deyimdik, Hindistonni deyimdik, Koreyani deyimdik, Yaponiya, hammasi Indoneziya masalan, hammasi yosh taraqqiy qilayotgan davlatlar. Hamda ama shundoq bo'lishi qaramay yana g'arbdagi davlatlar bilan bir ilishqidek saviyadan tarajiq tuvan.
Ama kriz şekillendiriyotgani, ta'sir qilayotgani, ta'dil şekillendiriyotgani bir emniyet. Shu biz iliqi bo'pmi iliqi nima Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, genocide degizamay tamam. Balki-da insonga qarshi jinoyat o'tkazayotru deb oron bir ziyoratga u xotinning mishobachi eng oxirgi kunida yo'lab chiqarg'izib qarasama necha oyning ichida ham mayli dunyo soti bulamdi bularni insonga qarshi va irqiy qirg'inchilik o'tkazayotdi anonniki u BDTdimi deymiz diplomatlar nimalar chiqib ketib undan narsa İsrail'inki gapini hech kim anglamaydi hozir. O kadar inovatni to'kab bo'ldi. Biz nima Xitoyga qarshi unda bir narsa qilamidik. Endi bu savollarni doim hep gap anglaymiz, lekin sana nisbatan qanaqa qilish kerak endi? Ya'ni bu hech qanday bir o'zgarish yo'q. Bilma bu bir ochiq savol. Bunda qilishga deymiz, lekin sana nisbatan qanaqa qilsak bo'ldi? Masalan, tashkilotlar bo'lsin, aktivist bo'lsin, xalq bo'lsin, vatanga berib kelayotgan qarindoshligim yo'q, Shinjongliklar bor. Nima deymiz ya'ni? Qanaqa qilamiz endi? Endi navbatdagi xalqaro vaziyat umuman biz uchun foydasiz. Ama o'tgan bir asrda, bir asrga yaqin vaqtda, shu 49-yili biz navbatda Xitoy besib olgandan tortib, Uyg'urlarga bek foydali fursat shakllanib taqmadi xalqaro vaziyatda. Shundaqdimi biz ham izchil kurashimizni davomlashtirib keldik. Shuning uchun bizdan qo'limizdan keldigani hamda yana o'zimizningki qo'ldan kelishicha kurashlarimizni davomlashtirish. Eng muhimi bizning tashkilotlarimiz kasbiylashishi. Kasbiylashishi degani masalan bu sal ichib bersan. Kasbiylashmaganmi hozir? Bizning tashkilotlarimiz hozir ko'pincha kasbiylashmaganligi o'zan bo'lsa, hamma ishni qildi bir tashkilot. Undan keyin tashkilotlarning tarmoqlari, belgilamlari, tuzumlari aniq emas. Undan keyin yana biz institutionalized kurumsallaştı Türkçe. Sistemleşiş baskıçlarına besip ötenmedik nurgun teşkilatlar tehiçe iktidai şekilde. Biz hazır güçlük Xitay'a karşı hareket kılamagan bunda bir boşluk mezgilde bu xil aksar hizmetlerini puxtulaş bence yaxşı fırsat buluşu mümkün dep oylayman. Ondan keyin teşkili kurulmalarını küçeytiş. Bizdeki hazır teşkilatlarımızın kurulduğu özümüzün mesele yaş evlatlarını milli kimligiga ega qilib turib tarbiyalash. Ondan başqa fəaliyyətçilər qoşununu zo'raytish kerak deb o'ylayman. Chunki bizdagi fəaliyyətçilər hozir bekaz. Masalan, men qo'limdan kelgancha qilyapman, ammo meniki ingliz tilim yaxshi emas. Shunga ingliz tilida dunyoga jiq xitob qilolmayman. Sen bu jihatda jiq endi sen devaduqa bayon sizlar ishga Senin üçge mavi 40 minut jarayonda senlashdik. Tamam, senlashdik. Sen bu jihatda yaxshi qilding, mayli Avstraliyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, hatto ishlab turib yaxshi aktivistlik faoliyatlarni qilding. Bu jihatda o'zalliging bor. Ammo sen bilsang, biz mayli Falastin davosini qilayotganlar bo'lsin, mayli Tibetliklarniki bo'lsin, silish turgan chog'da bizdagi aktivistlarni bekas. Bu sanab bilalaymiz. Aslında sanayamazsınız kerak bunu çok. Mesela ben sanayalayım, seni sanayalayım. Yani seni desem demegenlik onu gidişim mümkün. Şu birkaç eden sanayimiz tüyap kaldı. Halbuki başkalarmışlardan ömür tutdu. Ama bu aktivistler emniyette kişilerini kozgaydıgan insanlar. Aktivistler emniyette kişiler yetkizdiğin insanlar. Ular içtimai muhitini, keyfiyatini yaratıdığan ve özgertidiğin insanlar. Şu an bizdeki bu cihette jiq ihtiyacımız var deb o'ylayman. Buni yetishtirishga kuchash kerak. Chunki anonimiy tashkilotlarning qo'ldan chiqishi kamaydi hozirgi dunyoda. Total YouTube kanalı bilan ba'zida bir universitetning ishini qila olaysan. Shundaqku. Yaxshi odam tarbiyalanmaydigan, konu muqam to'laydigan bir universitetning bir YouTube kanalı erishib ketdi hozir. Bir faaliyetçi bir çoğun siyasi partiyanın işini kılıdı hazırca. Neçə yıllık siyasi partiyalı 4 günde
ählatga aýlandy. Onuň onuga ýeňiden bir kişi fenomen daňlyk kişi bilen oturgy çykdy. Hazırky dünýäniňki ähwaly şu. Hazır burunqydek ananawi medialarnyňki monopol güçi tügüdi. Mesela sen bilen biz hazır YouTube'da paralaşyp durupdymyz. Eger ananawi medianyň güçi bolgan bolsa belki bizni çıkarmaýdy. Ya senin bir yerini ýakdyrmaýdy, meniň bir yerimi ýakdyrmaýdy. Emma hazır bu erkinlik bizde ananawi medialarmy yetip kaldy nurgun jähetden. Şu an aktivistlikka küçüşimiz gerek dep oýlaýman. Aktivistler işlerini ýaxşy kıla alaýdy. Emma mesela muşu nurgun insanlar bu aktivist diýen hukumny düşenmeýdi. Sana nisbeten aktivist bu nimi bu? Aktivist diýen nimi? Bana nispeten aktivist diyen ismeden çıktığındaki faaliyetçi diyen malum bir ideyani, malum bir nişanını emelge aşırış için faaliyet kılgıcı. Şunun için küreş kılgıcı. Bizdenki chet eldeki malum ma'noda aytganda bizden chet eldeki bütün men davaçı adamlarning hemmisi aktivist. Malum ma'noda aytganda. Demişka çünkü bizden hiç kasımızdanki dövletimiz yok. Devlette biz siyasi partiyelerde siyaset kılmayız, siyaset yürütmeyiz. Uygur'un davasını kılganlık siyaset emas menimçe. Çünkü bizdenki devletimiz yok, usak çıkıdığan hakimiyet yok, yıngılsak düşüdüğün hakimiyet yok. Çünkü bu yerde biz ya siyasi faaliyetçi biz, ya kişilik hukuk faaliyetçisi, ya ki dini hukuk faaliyetçisi. Bence bizdenki davayımız chet eldeki aktivizmden ibaret dep oýlaýman keň jähetden aýtkanda. Ama bazı vallahi bunu belki siyasilaşdyryp çokum bir döwlet şeklige okşutyp aldy emniyetde. Bizdenki bu ýerde hiç kandak bir resmi şekillengen döwletimiz siyaset ile şugullandan digüdek bir siyasi saha yok. Doğru. Nurgun Nurman maňa diýdi, siz ýana siyaset kuwatamsyz näde siyaset ýani şu iş men dedim hiç bir zaman siyaset kuwatmagan. Bu kuwatgynymyz siyaset emas, bu normal miýerde insanlar üläwatydy. Bizge ýardam kılыңlar. Bu siyasetke kirmeýdi. Jo bu hukum näden kildi? Muşu bopmu Uygurlarymız neden bir bayraqny kötese veya ki vatanımızga mustaqillik desek bu siyaset dep düşünü bu Bence şu ne bilen münasebetli Xitay'daki ta'lim terbiye için ama hukukunu korumakçı olan ya ki kompartiye karşı her kanda gep sözlü bu adamla siyasi arlaştı dep eyipli geldikten kep çıkan dep oýlaýman. Emniyetten mesela sen siyaset kardeşi olsan hazır Amerika'daki Demokratlar Partisi ya Cumhuriyetçilerden birge kirip resmi Washington'un malum bir şehirden üzerine namzat köstüp şundak mı ya? Ardından sen Kengeş Palatası, Avam Palatası'na kirsen adın siyaset kirgen bolsa. Sen besolungan halkının ki izilgen halkının hukukunu qoğdaşını oturup çıksan kandak sen siyasetçi bolsa. Hayır. Belki Tehme toğru ihbalımızdaki belki bizdenki bir dolpun hesabı okşaş mesela. Dünya Kurulu'nun reisleri ya ki sonra kişilerimizde hem de siyasi faaliyetçi desek bula. Bir onun kolası da bir teşkilat boğallık için. Siyasi faaliyetçi desek bula ama onun mu siyasi yön dişken dövletimiz yok bizden. Doğru. Hayır, vaktim bir kaldı. Hem de öz tema qaytyp kelsek. Muşu Türkiye'deki Uygurlar bulan kelечekine kana buldandı. Meyli abay degendek siyaset emas ama siyaset olsun. Sen kana qaraysa yakın mesela muşu yılın ahiri ve kelej yılgacha. Öz qarşıňa Menimçe hem de Türkiye'deki Uygurlarınki bu yılın ahiriye kelej yılgacha hiç özgürlük bolmaýdy. Muşalatda dowam kılymyz. Çünkü bu ýyňylyk emas 3 yıldan bu ýan 4-5 yıldan bu ýan muşda ýaşap geldik. Ama biraz yakın kelgüsüdün mesela 5 yıl ya ki 10 yıldan sözlesek menimçe Türkiye'deki Uygurlarınki ahvalıdan
ahvolda mayli bayon degandek siyosiy ahvolda bo'lsin, mayli iqtisodiy ahvolda bo'lsin, kelgusi 10 yilda o'zgarish bo'lmaydi. Davomli nacharlashishi mumkin, yaxshilanishi notayin deb o'ylayman. Buning sababi Türkiye'nin iqtisodiningki kelgusi 4-5 yilda o'ngshilishiga hech kim ishonmaydi. Turkiya iqtisodshunoslar ishonmaydi, hukumat beshliklar o'zi ishonmaydi. Bunday ahvolda Türkiye'nin iqtisodiy kuchi oshmagan ahvolda Türkiye'nin Xitoyga beqinishi tugamaydi. Xitoyga beqinishi tugamagan ahvolda Uyg'urlarga bo'lgan siyosiy pozitsiyasi o'zgarmaydi. Xitoyninki mablag'ga bo'lgan ehtiyoj davomli oshdi. Turkiya Erdoğan'ninki Biyadi'ninki şirket içilişine qatnashligi sababmi shu, yana Xitoyning texnologik kelsa demakchi mablag'. Ham Xitoydan Turkiyaninki sayohatchi tamasi yillardan buyon mavjud, faqat tuguni yo'q. Hozirmi to'xtamay Xitoydan sayohatchi tamo qiladi bu davlat. Buning ma'nosi nima degan vaqtda men Xitoy bilan yaxshi o'taman degan gap. Men Xitoyning talabini o'rlayman degan gap. Şuna çoğun cihetten Uygurlarınki siyasi cihetten Türkiye'deki besilişi, bastırılışı devam kıldı. Belki yamanlışı mümkün. İktisadi cihetten Türkiye'deki kıyınçılık ağırlaydı. Bu cihette yaxşılanış bu ketmeydi. Ama bay dep ötkinemde kültürel cihetten, içtimai cihetten yani Türkiye devamlı Uygurlar için yine bir g'amxo'rlik qiladigan, faoliyat qiladigan suyimlik makon bo'lib qolaveradi. Allah kolaylık versin deb davom qilgan o'xshaydi. Xayr, Allah razı olsun Mehmet To'xti Ataullah efendim. Yana boshqa bir o'zgarishlar bo'lsa, ayrim yana sahnim kelasa inshaalloh. Bo'ldi qarindoshlar. Oxirgi so'zing bormi? Bu ekran ipishdan burun. Aslında mümkün bunu Türkiye'deki ballarımı, Türkiye'deki kardeşlerimi kürdüm. Şu an dünyadaki başka yerdekilerge, hemen Türkiye'deki kardeşlerime deydiğim sözüm. Ben Türkiye'deki Uygurlarınki baxtli yaşını, xoşal yaşını, güçlük yaşını ait ümit kılmam. Bunun için Türkiye'deki Uygurlar, Türkiye devletindeki boğan haddinden ziyade tamamı tügütüşümüz gerek. Türkiye halkının Uygurlarını kollaydı, yaxşı gördü deydiğen bunda ümitini taşlaşımız gerek. Yaxşı görse elbette bizge faydalı, yaxşı görülüş demeden yaxşı gördü. Ama bu bir ihtiyacına ayrılıp kalması gerek. Şu an üzümüzde meyli bilim ciheti, meyli iktisat cihetini güçeytişimiz gerek de boylayman. Bu bizimki Türkiye'de pıttırap duruşumuzun asası. Türkiye'de pıttırap duruşumuzun asası herkesinin Türklerden bizi yaxşı görüşüp bulması gerek. Türkiye'de pıttırap duruşumuzun asası herkesinin Türkiye hükümetinin bizge hamkorluk kılışı bulması gerek. Belki Türkiye'nin iktisadığı bizden töhbü koşkan buluşumuz, Türkiye cemiyetindeki yaranlık evlatlarını terbiyelep bəgən insanlardan buluşumuz, Türkiye pəxirləndiğən köçməllər topluluğu buluşumuz lazım deb qarayman. Bu cəhətdən özümüzge əhmiyyət verəyli, özümüzni küçəytəyli. Türkiye devletinin kanunluğu xilaf, Türkiye bilen düşmanlaşıyatqan kişilerninki menfaatiga uygun qandaq kişilerden jiroq turaylı, bundaq kişiler bilen faaliyetlerini qilmaylı, diniy jihatdan yoki milliy jihatdan hissiyotimizdan foydalanib ketishiga qat'iy yo'l qo'ymayli. Agar biz Türkiye'ninki münasebetli kanun belgeleriga xiloflik qilmagan ahvolda mayli Xitoyninki tarafidan talab qilinib bo'lsin yoki bizga qarshi kishilarninki chiqib tuhmat qilish tufaylidan bo'lsin, buni bizning tashkilotlarimiz yo'llanma orqali hal qila oladi. Faoliyatchilarimiz faoliyat qilib hal qila oladi. İctimai taratqular orqali buni kun tartibga aklaymiz. Ammo biz Türkiye qanunuga xilaf Türkiye tarafından terörlük sınırı kirgizilgan teşkilatlarınki faaliyetlerine aralashib qolgan bo'lsak, bu ahvolda buni teşkilatlarning deyishini tasdiq to'xtaydi. Bizdek faaliyetçilerin kun tartibga akilishimizni tasdiq to'xtaydi. Bu bizningki umumiy Uyghur davosining sifatiga daxl yetkazadi. Bu jihatdan diqqat qilsak. Rahmat, Allah razı olsun. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asco made it home.
o'zgartirdi taqdirimni. Mani boshlab musofirlik hayotini. Bilim qaytamayman, endi ko'ramayman. Gap jiq deyamayman, xatmi yozamayman. Bo'ldi ketdim deyman, lekin qaytib boramayman. O'ylamayman deyman, lekin ammo unutamayman. Havo sovib ketdi-ku, quyosh nuri nadidu. O'tib ketadiydi-ku, ammo o'xshashadi-mu. 5 fasl keldi-mu, o'tib kesmaydi-ku. Izlayapman topolmadim, taqdir zodi nadidu. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan yedim. Og'ayni birodardan, yolg'iz qoldi qalbim. Bo'ylab ko'nglim yurim, yetti o'zim gidadim. Sizlarni topmaynadim, hozir ham bilmadim. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan yedim. Og'ayni birodardan, yolg'iz qoldi qalbim. Bo'ylab ko'nglim yurim, yetti o'zim gidadim. Sizlarni topmaynadim, hozir ham bilmadim. 39 yil, xuddi 30 yil. Bundan ortini so'zlaydi boshqa tilda. Qiynalganda yoki pul topganda yondi kim bor? Ko'rmaganda ko'rdim musofirlik hayotimda. Uchiyotiman bulutda, ulabda birini uriblar. Eshikni ichidan quliblar, 7 kilo urug'lar. Ketdi gulmoq puriblar, ichilmaydi turiblar. Deyim to'ydim bo'ldi ket, endi jonni iliblar. Vaqti yoshda tomchi tomchi o'tdi yana qancha. Aeroport xo'shlashgancha sevgandim men shuncha. Bilmayman davomlashini yana qachongacha. Uxlamayman tong otgacha. Muhabbet nafrat, yurakda jiq gaplar. Uchib keldi gapda, javob yo'q hatto. Yozim yangi betga, to'shib ketdi debdi. Qoldim bu hayotda yolg'iz musofirman jadda. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan yedim. Og'ayni birodardan, yolg'iz qoldi qalbim. Bo'ylab ko'nglim yurim, yetti o'zim gidadim. Sizlarni topmaynadim, hozir ham bilmadim. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan